yoshlarga ham bir nazarda bo'lmaydi. Men bir yosh shoirimiz, umidli, ardoqli shoirimiz Nasrullohga navbat bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar. Yarmarka kanalidagi emas. Men uchun bugun oddiy taqdimot emas. Men uchun taqdimot uchun. Garchi rasman ozod so'z bayrami, she'riyat bayrami bo'lmasa ham bugun men uchun mana shu antologiyani taqdimoti so'z erkinligi, betoqat, unga yaqin kitoblaringiz taqdimoti shaxsan men uchun bayram. Nima uchun bunday deyapman? Sababi dunyo she'riyati antologiyasi bu birinchi o'rinda sizni she'riyatingiz. Ikkinchi o'rinda o'sha jahon shoirlarining she'riyati. Uchinchi o'rinda bu bizning she'riyat. Biz yozishga jur'atimiz yetmagan she'riyat. O'zbek she'riyati shubhasiz, shak-shubhasiz buyuk she'riyat. Men hech qachon shak keltirmayman bunga. Lekin men shunday o'ylaymanki, bu bizni ham yozishga jur'atimiz yetmagan she'riyatimiz. Mana shu kitoblarda ko'raman. Karim aka, men bugun zamonamiz qahramoni kim deb so'rashsa, men hech o'ylab o'tirmasdan Karim Mahriyev degan bo'lardi. Sabab bizani millatni Karim Mahriyevdek farzandlari bir 10 ta bo'lganda edi. Karim akani yonida bizani millat boshqacha bo'lardi deb tasavvur qilaman va Karim Mahriyev bilan yurtdosh bo'lganimdan, zamondosh bo'lganimdan faxrlanaman. Va hozir men o'ylab o'tiribman, bizani zamondoshlar hozir kimga zamondosh ekanini his qilmayapti deb o'ylayman. Bu masala bizlar ko'rib turish kerak edi. Mana shu nimalar hozir meni ko'nglimdan o'tyapti. Va meni yana bir havas qilgan joyim o'sha Karim aka Hurriyatdan ketganlarida nima qalamlarni sindirib o'tib 27 yil davomida nima qalamlarni sindirib tashamadi yoki nima ko'ngillar sovib ketmadi. Biza bir kun yozgan narsamizni ijtimoiy tarmoqqa qo'ymasak yorilib ketamizmi yo'qmi? Shuning uchun men havas qilaman va xohlardimki Karim akani bugungi yoshlar etalon deb bilish kerak. Kim etalon bugun? Mana shu Karim akaday insonlar etalon bo'lish kerak bugun. Bugun nimaga masalan prezidentimizga ming rahmat. Mana Karim Mahriyevni bizga qaytarib berdilar. Chinaka men kim nima desa, baribir yangi O'zbekiston bo'ldi. Lekin bugun kamchiliklar yo'qmi? Bugun muammolar yo'qmi? Karim aka nega bugun masalan men hayotga qaytdim deb qalamlarni nega tashlab qo'ymayaptilar? Ijtimoiy tarmoqqa kirib qaraylik. Hali masalan Karim aka bo'ldi, rahmat, men hayotga qaytdim, men jim yurishim kerak edi desalar bo'lardi-ku. Yo'q, va akalar bilan o'tirganda betoqat kim degan savol paydo bo'ldi. Betoqat Karim Mahriyev. Betoqat odamlar bor bo'lgan jamiyat yuksaladi, taraqqiy etadi. Va mana shu davlatimizga, mamlakatimizga, masalan xalqimizga, millatimizga Karim Mahriyevdek betoqat odamlar ko'payishini tilayman. Karim aka bu endi dunyo she'riyatini tarjima qilib sizga ming rahmat. Men yana xohlardimki endi o'zbek she'riyatini dunyoga tarjima qilishni sizday odamlarga topshirish kerak.
bunday odamda mana shunaqa ishni boshlab turish kerak deb istayman mana shuni. Va bo'ldi. O'qiyman, she'r o'qiyman. Umuman bag'ishlov she'r aytishyaptiki, nima uchun bag'ishlov she'r ko'p yozasiz? Shunaqa zamonaviy qahramonlarni, adabiyot insonni kuylash-ku. Adabiyot zamonaviy qahramonlarni ko'rsatish-ku, insonni kuylash-ku. Va turkular degan kitob chiqdi yaqinda. Ko'pchilik e'tirof bildirdiki, biz mustaqillikka erishdik. Biz mustaqilmiz, istiqlolga erishdik. Turkulari eski nima? Bunaqa nomlar oz ko'tarmaydi. Men aytamanki, yo'q, bu mustaqillikni Karamagadek farzandlari bo'lsa, millat hech qachon qurbolmaydi. Karamaga yaxshi ko'rgan she'rni o'qib bermoqchiman. Abdulkarim Bahriddin portreti. Ayyub bardoshdan boshpana tiklab, sabrdan imorat qurgan suyuk zot, payg'ambar yoshingiz bo'lsin muborak, haqqa sobir ummat bo'lgan buyuk zot. Millatini yetaklab qurlik tongiga, vali o'zi tomga chiqmagan odam, tashlanib sukutning tegirmoniga, qatnus qanotlari sinmagan odam, haqsizlik ko'rsa ham o'z zamonidan haqiqat bayrog'in ko'targan shoir, nevru alamlar kechib jonidan, sochlari bayroqday oqargan shoir, Hazrat Yassaviydek pok saqlab chilla, ajdaho qonidan sog' chiqqan inson, go'ri umrini tilayman sizga, zulmatni quyoshday yoritgan inson, Ayyub bardoshidan boshpana tiklab, sabrdan imorat qurgan suyuk zot, payg'ambar yoshingiz bo'lsin muborak, haqqa sobir ummat bo'lsin buyuk zot. Rahmat.